aslida rizq masalasi yozilgan. Bugun masalan kimlardir ma'lum bir miqdordagi summani, ma'lum bir miqdordagi mukofotni yoki mashinani misol uchun qo'liga kiritar ekan, bu o'sha insonning rizqi o'zi. U agar harakat qilmaganda ham bu rizq kelardi unga. Harakat qilganida ham shu rizq kelyapti. Ya'ni rizq yozilgan. Qur'oni Karimda "Va ma min dabbatin fil ardi illa alallohi rizquha" degan. Yer yuzida o'rmalaydigan nimaiki jonzot bo'lsa, uning rizqi uni zimmasida degan. Allohning zimmasida. Beradi uni. Endi ko'p mana internetlarda ko'ryapsiz. Psixologiyadan dars beraman deydi. Biznes treningni o'tkazaman deydi. Pulni jalb qilish usullari, sizni ongingizni tarbiya qilaman deydi. Hammasi mashinlik. Mana shu fikrlarni gapiryapganlar. Chunki rizqni jalb qiladigan narsa u arifmetikaga to'g'ri kelmaydi.